Juda ko'p travellarda ko'ryapmiz. Boryapti, hammasi 50 yoshi yo'q. Umra qildirib qo'ydi, ashbochi ko'rganimiz yo'q. Kelayotganimizni kuzatib qo'ydi, ko'rganimiz yo'q degan gap so'zlar bo'lyapti. Meni borishimga sabab shu bo'lyapti. Hayotda 2 marta umra qiladi. Ha, demak siz bilan hozir umra ziyoratiga borsa, Toyifga borganingiz hisobiga bitta umraga borib turib, ikkita umra qilishlik imkoniyati bor. Ha, shunaqa. Ikkita umrani savobini oladi demak. Oxirgi umrimiz oxirgi paytlarda xizmat qilib olish bo'lyapti, xolos. Alloh rozi Pul bo'lsin. uchun bo'ladigan bo'lsa, mana 1100, 1200 dan, 1700 dan olib ketishyapti. Men olib ketaveraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, hurmatli vatandoshlar, qadrli dindoshlar, Umra ziyorati Qudratilla o'z kanalining hurmatli obunachilari. Xudo xolasa bugun hammaga manfaatli bo'lgan bitta video olishlikdan niyat qildik. Kimda kim shu ishonchli, aqlli, ilmli boshdan umra ziyoratiga borishga niyat qilgan bo'lsa, men ota-onamga ishonchli xizmatlar kerak deydigan bo'lsa, xudo xolasa Zafar hoji akamizni tavsiya qilamiz. Endi bir qator qachonga reysi bor ma'lumotlarni hoji tog'am o'zidan olamiz. Umra ziyoratiga qiziqadiganlar bo'lsa, bormoqchi bo'lganlar bo'lsa, albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Hammaga foydali, manfaatli bo'ladi inshaalloh. Hoji tog'a, assalomu alaykum. Bir qator ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Bo'ldi. Xudo xolasa biz paketimiz 14 kunlik paket. Centrum kompaniyasi bilan birga ishlayapmiz hozir. Xudo xolasa 10 bilan 15 noyabr oraligiga o'zim birga olib ketmoqchi bo'lib turibman hozir. Ziyoratchilarda 10 bilan 15 noyabr orasiga, ya'ni nimaga endi aniq kuni yo'q buni? Buni aniq kuni yo'qligining sababi bir jumani Madina Munavvaraga to'g'rilaymiz. Ha. Bir jumani Makka Mukarramaga to'g'rilaymiz. Demak, chorshanba va payshanbaga to'g'rilaysiz ekanda. Shunaqa bo'ladi. Necha kun bo'ladi endi Madina Munavvarada? Madina Munavvarada xudo xolasa inshaalloh 3 kun bo'linadi. 3 kun. 3 kun. Makka Mukarramada 11 kun bo'lamiz. 11 kun. 14 kunlik ziyorat o'xshaydi. 14 kunlik ziyorat bo'ladi xolasa. Hoji tog'a, endi obunachilarimizga ma'lumot berib o'tsangiz, haligi ota-onasini ko'pchilik chetdan kuzatadi. Biz obunachilarimiz endi ota-onasiga sifatli sharoitlarda ravo ko'rishadi, o'shaning hisobiga qiynalib qolmasin deyshadi-da. Gap-so'zlar qanaqa bo'ladi endi? Mana men xudo xolasa o'zim borishim sababi ham shu. Insonlarni birga o'zim olib ketib, chiroyli qilib amallarni birga yurib, birga turib, 5 mahal namozi kerak bo'lsa birga olib borib, birga olib kelib, xizmat qilgani o'zim majbur boryapman. Juda ko'p travellarda ko'ryapmiz. Boryapti, hammasi 50 yoshi yo'q. Umra qildirib qo'ydi, ashbochi ko'rganimiz yo'q. Kelayotganimizni kuzatib qo'ydi, ko'rganimiz yo'q degan gap so'zlar bo'lyapti. Meni borishimga sabab shu bo'lyaptiki, borib o'sha odamlar bilan birga shu mehmonxonada turib, masalan, Madina Munavvarani Nabay masjidlarini aylantiramizmi, ziyorat qildiramizmi? Ziyorat qildiramiz, ravzalarga olib kiramiz, Boqiy qabristoniga erkaklarni olib kiramiz. Shu sayohatini birinchi kuni buni qilsak, ikkinchi kuni Madina shaharda Uhud tog'i yoki bo'lmasa Xurmo bozor bog'iga boriladi. Yoki bo'lmasa Qiblata masjidlari va Boqiy qabristonlariga olib kirib, Qiblata masjidlariga olib borib, shu amallar ikkinchi kunga planlashtirib, hammasini programma qilib qo'yganman o'zim. Qilib 2 kun uyatga ravzaga olib kiriladi. Ravzaga konkret va'da qilasiz. Ravzaga albatta olib kiramiz. Ayollarda ham, erkaklarda ham shunaqa muammolar bo'ldi. Erkaklarda ham olib kiramiz. Yo'q, olib kirilyapti. Birinchi o'rindan maqsadimiz ravzaga kirish. Ravza. Ha, xudo xolasa. Keyin mana Makka Mukarramaga borganimizdan keyin Makka Mukarramada birinchi borgan kunimiz xudo xolasa umra qilinadi. To'g'rimi? Birinchi kun umra qilinadi. Umra qilinadi. Ertasiga bir kun dam oltiraman. Dam oltirib, undan keyingi kuni Toyif shahriga boraman. Toyifga borasizmi? Olib boraman. Hurmatli vatandoshlar, o'zingizlar ko'rib turibsizlar, Zafar hoji akamizni anchadan beri YouTube platformasida videolari chiqadi. Agar hoji tog'amni ko'rgan bo'lsanglar, videolariga ishonch bildirgan bo'lsanglar, ota-onam haqiqatan omonat qilib topshira olaman deydigan bo'lsanglar, hurmatli vatandoshlar, hoji akamning nomerlari pastda bor. Aloqaga chiqib, o'zingizlarning joylarda 14 kunlik hoji akam o'zining reyslariga bron qilinglar. Albatta, o'ziga aloqaga chiqsanglar, batafsil ma'lumotlarni yana operatorlari yoki o'zlari berishadi. O'zlari 50 bosh bo'lmani ketyapti. Xudo xolasa o'zingiz xizmatda bo'lasiz, ziyoratchilarda xizmatda bo'laman. Bemalol ota-onalarni jo'natishlar mumkin men bilan. Men o'zim birga olib borib, yoshi katta insonlarni ham ehtiyot qilib, o'zim olib borib, bu amallarni qildirib kelaman. Chunki borib, u yerga borib turib, falonchi hoji ekanman borib, manaqa bo'ldim demasin degan maqsaddan uka. O'zim majbur borganim sababi umra badalini ham o'zim gruppa olib borib qildiraman. Sababi alohida borib ayollarimiz masalan kelyapti. Birinchi haramda atrofida ayollar kelaveradi har kuni. Kirib, umra badal qilyapman deb oshonamiz masjidlarga borib niyatlarni qilishib, kirib bir tavofni 2 yo 3 aylangandan keyin namoz vaqtiga to'g'ri kelib bo'lsa nima bo'lyapti? Ayollar chetga surib yuboryapti. Ular tushunmagan odamlar surib yuborsa nima deb o'ylayapti? Biz haydab yubordi deb turib, mehmonaga borib yotib bitta jonli qarz bo'lganlarni ko'ryapmiz-da.
Umra amalini to'liq bilmasdan o'zlari chiqib yuborgan. Chunki O'zlari 50 chiqib boshlari yuborgan. ilmsiz bo'lgan. 50 boshlari yaxshi tushuntirib bera olmagan ularga. Ha, Zo'r tushuntirib berganda albatta umra badalini to'liq mukammal qilishgan bo'lar bo'lar edi. edi. O'shani hisobiga men nima qildim, mana kecha kelgan 3 kun bo'ldi. Bordik, hammasini yo'liga qo'yib turib, men aytdim 3-kuni dedikmi, mana Toyifdan kelyapti, yana umra qilinadi. Yana qayt 2 marta umra qildiraman. Yana bir kun dam oltirib turib, keyin Makka shahrini polni sayohatga olib chiqamiz. Makka ziyoratiga. Ziyoratiga. Ziyoratdan keyin 7-si kuni yana bir kun dam ol degani dam ol uxlashmaydi. 5 mahal haramga borib namoz o'qiydi. O'zingiz olib chiqib ketasiz. Ha. Hurmatli vatandoshlar, namozga olib chiqib, bir kun namoz o'qitaman. Bir kun sayohat qildiraman. Bir kun 5 mahal namozni majbur olib borib o'qitaman. Keyin bir kun umra amal qildiraman. Ko'rdingizmi? Bo'lgandan keyin Makkani aylanib bo'ldik. Undan keyin bir kuni umra badal qildiramiz. Umra badalni qildirib bo'lganimizga yana bir kun haramda 5 mahal namozga qatnab dam olish olishib, uni ertasiga Qizil dengizga olib boramiz. O'shana programma tuzib olganman o'zim. Shu programma bo'yicha xudo xolasa 14 kun bularni bekor qo'ymaymiz, xudo xolasa. Maqsadi nima bo'lgan bo'lsa, maqsadlarga yetish uchun xizmat qilaman. Hurmatli vatandoshlar, mana o'zingizlar eshityapsizlar. Endi Hoji tog'a bir qator qarang, o'zingiz bilasiz, YouTube'da videolar ko'p, ko'pchilik ko'radi YouTube'da. Endi boshqalardan ko'ra nima afzallik qilib bera olasiz? Keling, agar xo'p desiz, shu vatandoshlarimizga ozgina shu patesh qiladigan bo'lsangiz. Reyslar qayerdan bo'ladi? Reysimiz faqat Toshkentdan qilamiz. Faqat Toshkentdan bo'ladi. Toshkent, Madina, Priyam reys qilamiz. Bir jumani Madina Munavvara qilamiz, bir jumani Makka Mukarrama qilamiz. Hoji tog'a qarang, men orqali shu umra ziyoratiga boradiganlarga men shunaqa sharoit qilib berar edim o'zim. Toshkentda 1 kunlik gostitsasini to'lab berardim. Agar xo'p desangiz, shu biz obunachilarga 1 kunlik gostitsasini to'lab bersangiz, musofir bo'lib kelishadi Toshkentga. 1 kun oldin keladigan bo'lsa, gostitsaga joylashishadi, o'zingiz aytgan gostitsaga joylashishadi, 1 kunlik gostitsasini o'zingiz to'lab, ertasi kuni aeroportga chiqishsin. O'shunda xotirjam dam olib bemalol ketishadi. Nima deysiz? Bo'lmaydi. Qilib bera olmaysizmi? Qilib bermaymiz. Sababi mana Tojikistondan ham fuqarolar mana kelyapti, kuzatilib o'z ko'ryapsiz. Asosiy klientlarimiz Tojikistondan, sizniki ham, bizniki ham Tojikistondan. Keladi, hammasi vaqtini biladi-yu. 3 soat oldin registratsiyani boshlayapmiz. O'sha vaqtga to'g'ri kelib, ketgani afzalroq. Endi mehmonxonada yotib nima qiladi? Yosh katta odamlar 1 kun oldin kelib olsa yaxshi bo'lardi, to'g'ri. Mana hozir nima ko'p texnika ko'p, hammada texnika bo'lyapti. Bemalol yo'lda damatir masalan 7 soatda borsa vodiyda, vohadan keladigan bo'lsa 10 soatda, 15 soat oldin chiqsa yo'lda kelyapti, bir dam oladigan joylar ko'p. Damatir Mukarramaga borgandan keyin xudo xohlasa birinchi qiladigan amallarimiz birinchi kuni umra. Umra qildi. Birinchi kuni umra qilinadi. Ertasiga damatir turib, indiniga Toyif shahriga olib boramiz. Toyifga bordingiz. Toyif shahriga olib borib, sayohat qildirib, ehromlarni olishib oladi. Olib qaytishimizda yana niyat qilib turib umra qilinadi yana. Unda kimga bo'ladi qaytib kerak? O'ziga qiladi yana. Yana o'ziga qiladi. O'shunda umra badal qilib yuborsa bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Ha, o'zi kiryapti-da. Ha, o'zi kiryapti. O'shaning uchun o'zi yana qayt 2 marta umra qiladi. Ha, demak siz bilan hozir umra ziyoratiga borsa, Toyifga borganingiz hisobiga bitta umraga borib turib, 2 ta umra qilishlik imkoniyati bor. Ha, shunaqa bo'ladi. 2 ta umrani savobini oladi demak. Ha, albatta. Imkoniyatlar katta ekan-da ancha. Ha, bunaqa sharoit har kimda ham yo'q. Keyin umrani 2 marta qildikmi? Keyin bir kun dam oltirgandan keyin Makka Mukarramani ziyorat qiladigan joylarga olib chiqiladi. Masalan, o'sha olib boramiz. Qayerda ziyorat qiladigan joylari bo'lsa, aziz joylari bo'lsa, hammasiga. imkon qadar hammasiga olib borib, Qizil dengiz bormi? Bor. Olib borasiz. Qizil dengizga oxiridan bir kun oldin olib boramiz. Ha, odamlar haligi zerikib qolganida bir dengiz havosidan nafas oldirib, ha, sho'rva. Oxir haligi degan yerga olib boramiz. Ha, demak sizda hamma ziyoratlar bor. Hurmatli vatandoshlar, 14 kunlik ishonchli tur firmadan, ishonchli 50 boshidan umra ziyoratiga bormoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga pastdagi raqamga aloqaga chiqib, Zafarjon hoji akamiz o'ziga yoki operatorlarga aloqaga chiqib, o'zingizlarning joylarda bron qilinglar. Xudo xolasa Hoji tog'amiz va'da qilyapti, chorshanba, payshanba kuniga ulguradigan bo'lsanglar, xudo xolasa, reys Hoji tog'am 10 bilan 15 orasiga imkon qadar deyapti. Chorshanba yoki payshanbaga to'g'rilaymiz. Nimaga? Juma namozini payg'ambarimizning yonida o'qishsin ziyoratchilarimiz degan maqsadda Hoji tog'amiz katta qulayliklarni qilyapti ekan. Hurmatli vatandoshlar, pastda raqamlar bor, aloqaga chiqib batafsil ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa Hoji tog'a bonusni ham gapirib o'tsangiz, qanaqa bonus qilib berasiz o'zingizdan? Endi men bonusim mehnatim bo'ladi-da. Sizga ishonib kelgan ziyoratchilarga qanaqa nima afzallik qilib berasiz? Menga ishonib kelgan fuqarolarga men ashlarda xizmatini qilib beraman.
14 kunda rozi qilib 14 jo'natasiz. kunda xudo xolasa nimaiki xizmati bo'lsa, amallar bo'yicha-da. Amallarda mukammal qilishiga xizmat qilib beramiz. O'zingiz yonida bo'lasiz. Hurmatli vatandoshlar, mana ota-onalarning ishonib topshirsanglar ham bo'ladi. Xudo xolasa biz 24 soat aloqada bo'lamiz. Hoji tog'am bemalol kechasi 12 da bo'lsa ham, chunki Rossiyadan ham chiqishadi, to'g'ri tushunasiz. Telefon qilsanglar bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa sizlar bilan Qudratilla o'z bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borasizlar. Narxni ham aytib o'tsangiz, Hoji tog' qancha qilib berasiz? 1050 dan qilib berishadi. 1050 dollardan Toshkent qayerda bo'ladi? Toshkent Madina primaris bo'ladi. Toshkent Madina bo'ladimi? Jidda emasmi? Yo'q, Madina Toshkent Madina ekan, qaranglar. Jiddadan Madinaga kelib ham o'tirmaysizlar. Ancha afzalliklari bor ekan. Xudo xolasa, aloqaga chiqinglar, o'zingizlar joylarda band qilinglar. Men chegirma qilmasligimiz sababi rasxotimiz kattada, keyin amallarimiz, nimalarimiz ko'proq. Shuning uchun o'zi zo'r o'zini o'zi eplaydi, qoplaydi. O'zi rasm taqab qolar ekanda demak. Shunaqa mana borganlar biladi. U yerga borgandan keyin u pul u mehnatlaringizga o'zi asli yaramaydi. Yetmaydi degansa ham bo'laveradi. Maqsadimiz nima? Endi shu xalqga juda oxirgi umrimiz oxirgi paytlarda xizmat qilib olish bo'lyapti, xolos. Alloh rozi Pul bo'lsin. uchun bo'ladigan bo'lsa, mana 1100, 1200 dan, 1700 dan olib ketishyapti. Men ham olib keta olaman. Maqsadimiz. Maqsad xizmat, Allohning roziligi. Allohning roziligi, oxiratimizga bir qo'limizdan kelgan, hamma qo'lidan kelgan yaxshilikni qilsa, bu O'zbekiston kelajagi porloq olib ketadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa aloqadamiz.